Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammaga salom. Mana bugun men sizlarga ko'rsatmoqchi yangi nav uzumlarni. Mana bu birinchisi Katyusha degan. Ana bu birinchi hosillari mana. Juda chiroyli ekan. Endi pishish arafasida mana qushlarni yeb qo'yibdi. Mana bu Katyusha. Tatib ko'ramiz. Pishgan ekan, mazasi shirin, zo'r. Mana bular endi pishyapti. Hozir ko'rsataman. Danagi bor. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda yozilgan Katyusha deb hisobda kichkina payvand qilingan. Mana bu yoqdan kesib, mana bu yoqdan jurnalda ketyapti. Xo'p, keyingilari. Tak, mana bunimiz Goldfinger. Bu yilgi payvand, hali mevaga bu yil kirmadi. Endi Xudo xohlasa umid qilamiz, keyingi yil bahorda hosilga kiradi. Tak, mana bunimiz karnaval mayiz bo'lib qolibdi. Mayiz bo'lib qolgan, o'sha o'tib ketgan. Mana qushlar yeyapti o'sha buni. Suv ham qochyapti. Mana o'zi sizga ko'rsataman. Danagi bor. Mana bu yoqda yozib qo'ygan karnaval deb. Bunisi bananas sorti. Buni o'sha hosilni yeb bo'ldik. Bir dona qolgan, mana bu yoqda, mana endi pishyapti. Bananas. Banan bilan ananasning ta'mi keladigan shundan. Mana iskana payvand qilgan, shu yil bizlar bu yoqdan chiqqan, bu yoqdan ham o'sib chiqqan. Mana bunisi ham. Mana bananas deb yozuv bu. Hop. Mana bu keyingisi, mana bu nima? Barisfen degan nav. Bu menimcha Ukrainaniki bo'lsa kerak. Mana mevasi o'sha qushlar yeyapti. Bu ham dona yirik ekan. Mana bu yoqdan ko'rsatishim mumkin. Mana bu ham chiroyli uzum. Ayrimlari pishgan, ayrimlari pishmagan. Mana qushlar bilan arilar yeyapti mana. Qani? Bismillah. Danagi bor. Endi har bitta sortni o'ziga yarasha ta'mi bor. Muskatli nimasi bor. Mana bu keyingisi Dneprovskiy suvenir. Bu yilgi bular hosilga kirmabdi. Endi Xudo xolasa keyingi yil ham hosilga kiradi deb umidda. Yana keyingilar. Mana bular Antey Magaratskiy. Bu sortlar vino uchun, sharbat tayyorlash uchun, sok uchun. Bu ham shirin sorti. Ser hosil. Qushlar yeb bo'libdi-da buni. Bunisi Antey Magaratskiy. Hop, keyingisi. Mana bu Juravchik Vishnyovoy degan. Juravchik Vishnyovoy. Buni o'sha hosilni yedik biz. Hop. Mana bunisi Pompey.
Dona yirik bo'ladigan, uzun, chiroyli uzun bo'ladigan bu ham. Mana Pompey deb yozilgan. Bunda hosili yo'q. Xo'p, mana bunisi kishmish iriska. Ukrainaniki bu ham. Mana kishmish iriska deb yozilgan. Yonidagi buba bo'lishi kerak. Mana bu buba. Yashil bu sortlari katta Husayniga o'xshagan, lekin Husaynidan sal kattaroq bor. Xo'p. Mana bunisi tak Aziya rozовый. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Aziya rozовый. Ikki xil sortdan bor-da, buni Aziyani o'zi bor, keyin Aziya rozовый. Mana uchlariga pushti rangi bor-da, mana. Ko'zunchoq qushlar yeyapti-da ular. Aziya rozовый. Mana yozuvi bor, Aziya rozовый deb. Changlanishi ozgina yomon bo'libdi-da bu yilga. Xudo xohlasa keyingi yil changlanishi menimcha zo'r bo'lsa kerak. Qani bir yeb ko'ramiz. Danagi bor. Mana. Danagi bor, lekin ta'mi shirin. Yomon emas. Mana Aziya degan. Uchlari pushti rang. Mana. O'zi yashil, uchlari nima? Hop, keyingisi. Bunisi menimcha bananas edi. Bananas. Bu bananas. Bananas mana bu. Danagi bor. Muskat ta'mli. Banan bilan ananas ta'mi keladi, ha? Shuni. Ta'mi zo'r. Keyingisi. Qushlar hammasi chiqib yeb qo'yibdi bularni. Baltimore degan, mana bu Baltimore oq. Qana bir ko'raylikchi. Qanaqa ekan? Pishibdi-da, o'sha qushlar ham yeb qo'yibdi. Shirin. Muskat ta'mli. Danagi bor bundan. Mana. Mana bu monolit degan sort. Mana qushlar yebdi bunisi ham mana. 2 dona qolibdi. Mana bismillah. Bu ham ta'mi o'ziga yarasha qanaqadir zo'r. Endi telefon orqali tushuntirish qiyin-da sizlarga. Yeb ko'rish kerak hammasini. Ana yana bitta sortimiz dinka degan. Muskatli dinka. Mana. Muskati bor, mana. Setkada turibdi. Mana. Buni ochmaymiz bo'lmasa. Mana. Keyingisilar. Mana bunisi ko'mmaydigan uzum. Ya'ni qishda ko'milmaydi. Barglarga e'tibor bering.
Amerikanskiy sort RPS, Reline Pink Seedless. Barglari g'alati ekan. Uzumnikiga o'xshamaydi вообще. Mana bunisi bu boshqa sort, mana bunisi nima? Mana bu mevasi. Bu uzumni yedizki, zimlinikami, klubnikami shunaqa nimasi ta'mi bor-da buni. Zo'r ekan buni. Danagi yo'q, kishmish. RPS, Reline Pink Seedless. Mana bunisi Everest mana. Uzumlari chiroyli, bu holi birinchi yil hosili, keyingi yil yana ser hosil bo'lib, donlari yirik bo'lishi kerak mana. Bittasini uzamiz. Mana. Chiroyli uzum bu ham. Oh. Setkada qo'yilgan. Buni qarang kattaligini, yirikligini mana. Mana qarang, solishtirib ko'ramiz. Barmog'imdan ham katta zo'r.